Assalomu alaykum. Qarab turibsizlar sizlarga qishloqdagi mahalla chiqib choy ichadigan samovar bo'ladi-yu, xuddi shunaqani Angliyadagi restoran tipidagisini ko'rsataman. Kamerani aylantiraman, qarang. Ketdik mana. Ko'rinishi mana oddiy. Mana yog'och o'tiradiganlar. Mana hammasi sodda. Ichkariga kiramiz. Hozir bizda soat 10 bo'lyapti, ya'ni zavtrak payti. Nima bo'ladi? Kelishingizdan boshlab bedali to'g'ri kirib ketaverish yo'qda. Nega kelib kutib turishingiz kerak. Sizga keyin bitta odam kelib xizmat ko'rsatadi. Mana stullar oddiy holatda. Mana zavtrakka nima beradi? English breakfast. Xo'p. Mana obedda hali maytlarda qaynatilgan kurka go'shti, qaynatilgan g'oz, o'rdak, mol go'shtlari bo'ladi. Lekin ertalabda hozir mana sosiska, mana bekon, cho'chqa go'shti, mana cho'chqani qoni to'ldirilgan kalbasa, mana kartoshka pyurek, mana ular tomatga solingan lo'ya, mana hash brown, kartoshkani 3 burchak, 4 burchak holatlarga keltirilgani, chesnoli yoqqa qo'g'rilgan non, qaynatilgan qo'ziqorin, qo'g'rilgan tuxum. Shulardan soptirib, haliginaqa o'ttalabda o'ziga zavtrak tayyorlab oladi ular. Bundan tashqari mana bu yerda kimdir shirinliklar xolasa, bunaqa kichkina jemlar bor. Shularni olib yeydi.